Assalomu alaykum, hurmatli Dirmash texnikasini kanalini kuzatuvchilari. Do'stlar, sog'mi-salomonmisizlar? Ming bor uzr so'rayman. O'zi bu videoni 5-6 kun burun chiqarishimiz kerak edi. 5-6 kun burun chiqara olmaganimizning sababi biz ayrim bir sabablar bilan Toshkentga ketdik. Toshkentga ketishimizning maqsad toza tovarlarni akkalashadi. Rastamoshkidagi tovarlarimizni, Xitoydan kelgan tovarlarimiz hammasini akkalash maqsadida biz Toshkentga ketdik. Xudo xolasa eson-omon yukdan akkab oldik. Endi sizlar uchun ni realmi, skidki, podarki, zo'r aksiya qo'yib beramiz. Bu videoni o'tirib bersangiz garantiya beraman, afsuslanasiz. Shu narsani ham aytib o'tib ketishim kerak. Ko'p odam telefon aytgan odam, avval bizdan kelib xarid etib ko'rmagan odamlar, rasmi aksiyalaring borgandan keyin yo'q chiqmasan ishlatamiz deb Buxorodan ham so'rab turibdilar. Mangut, Shovot, Yambash, Qarochi hammadan so'rab turibdilar. Do'stlar, bizning do'konimiz Vishkini yonida edi. Vishkini yonida 2 etaj magazin. Lider desa ham biladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon etib, adres so'rashingizdan mumkin. Telegramdan Lakassa deb yozib bersangiz, sразу sizga Lakassa tashab beramiz. Lakassa tashab bersak, gelsangiz har bir videoda so'zlagan gapimizga inshaalloh javob beramiz. Biza javob bermasak chiqmaymiz. Chunki biz 7 yildan beri shu sohani mutaxassisi bo'lib ishlayotganimiz, aksiyalarni ham biz o'ylab topganmiz. Biza zavodlar bilan kelishib turib, skidkalarni ham o'zi biza qo'yganmiz. Uni ertadan bizdan xarid etib turgan odamlar dim yaxshi biladi. Bizning qadriyatimiz shundaki, har bir aytilgan gapga javob beriladi. Shu qo'yilgan aksiya günün muddatida 100% javob beriladi. Endi do'stlar, xudo xolasa sizlarga jilli aksiyalarni, zo'r podarkalarni sizlar uchun qo'yib beraman. Yil oxiri finalli aksiyalardan birisi ulgurib qolinglar. Yana ham aytaman, ulgurib qolinglar. Nechga bo'lib turibdi aksiyalaringizdan cho'zib bermay, qisqacha tushuntiramiz. Bizdan kelasiz, liboy bir turdagi xolodilnikni xarid etib olasiz. Xolasangiz yana seving tech 4 eshikli deysizmi? Ichini ko'rsin. 4 eshikli deysizmi? Yine Haysamiz kompanyaniki deysizmi? Yine Zifler deysizmi? Seventage deysizmi? Hammasidan zo'rlaridan ikkab qo'yibmiz. Xolodilnikimizni assortimentini juda ko'paytirdik. O'tgan safarlar assortiment ozroq edi. Ozroqligining sababi zavod skidga bermaydi. Endi yilning oxiri kelayotir, zavodlardan skidkani oldik zo'rab. Zo'rab skidga olishimiz sababi sizlar hem arzon sotish, hem podarki bilan sotish maqsadida zo'r xolodilniklar ekkamiz. Beston, Vesta, Samsung akka beradi. Toza modellarni ko'rdik. Volvo kompaniyamizniki bor, Loretto kompaniyamizniki bor, LG kompaniyamizniki bor, Vestel, Beston mana hammasini ko'rsatadi. Assortiment juda katta. Haysamiz kompaniya, Indizit, Beko, Indizit hammasidan bor. Yana shunday aksiyani tanishtirib o'tayman sizlarga, do'stlar. Yana masalan Indizit Rossiyskiy xolodilnik No Frost bo'ladi. No Frost'imizning narxi o'zi 7.200.000 so'm, 7.800.000 so'mdan yozda sotilgan. Hozirgi narxini aytaymi do'stlar? 5.800.000 so'mga tushib qolgan. Rossiyskiy xolodilnik No Frost 5.800.000 so'm. Loretto 7.800 bo'lgan, 6.800 ga tushgan. 6 million beramiz. Zifler kompaniyamiz bor. Immer kompaniyamiz bor. Assortiment juda katta. Narxlarni dim skidkada qo'yibmiz. Chunki 5000 yaqindan apkallik xarid etib, sizlarga arzonroq berik, podarkilari bilan berik, sizlarning roziliklaringizni olik degan maqsadimda. Endi qarang. Keldingiz, gördingiz. Примерно qo'ygan 3 indizit xolodilnikni ko'rdingiz. Narxi 7.200.000 so'm bo'lganini 5.800 ga berdim. 1.400.000 so'm skidkisida berdim. Endi no qo'shib berasiz, deysizmi? Bir de hammasini podarka qo'shib berasiz. 5 milliondan balantini olsangiz, hammasida podarka bor. 5 milliondan balantinda. Endi 5.800 nikini oldingiz, sizga 1 emas, 2 emas, 3 xil variant aytaman. Chigo kompaniyasining original konditsioneri 5 million so'mdan sotilib turibdi hamida. Original 100% qishda qizdiradi, yozda sovutadi. 5.800 ga bir xolodilnik olib turibsiz. 5 millionlik konditsioner qo'shib bersak. Yo'q uka, men konditsioner kerakmidi? Konditsionerim bor desangiz, 55 düymda bo'lgan 140 santimetrlik 5,5-6 million so'm sotilib o'tirgan televizorni tekina beramiz. To'g'ri tushuntirsizlar. 5 milliondan balantini olasiz, xohlasangiz konditsioner, xohlasangiz 55 düymda. Avval 50 qo'yar edik, endi 55 ga ko'tardik. 55 düymdagi televizorni qo'shib beramiz. Yo'q uka, menga televizor ham kerakmidi, konditsioner ham kerakmidi, men toza xo'jalikman, menga gaz filtra kerak desangiz, gaz filtraning yanında plisoslar hamma narsasi bilan qo'shib beramiz. Kelgurs. Yine bir gaz filtra 2,5 million so'mlik, 1 million so'mlik plisosi, mant qozoni, blenderi, termopoti, chopperi, shularni qo'shib beramiz. Ulardan tashqari dekabrning 30 ga 31 kunini aniq kunini e'lon etamiz. 40 dana bitoy texnika, 4 dana sparka bilet beramiz.
12 oladi. Gelasiz, xarid etib oldingiz, podarkalarni oldingiz, chiqib patron vaqtida Alloh tavakkal etib 4 dana Spark'a biletni yozib, qutiga tashab ketasiz. Aniq kunini hali yana videolarda e'lon etamiz. Ishora kelsangiz, xudo xolasa 4 dana Spark'dan birsi sizniki bo'lishi mumkin. Undan tashqari 40 dana bitovoy texnikadan birsi bo'lishi mumkin. Bizlarga kelib turib afsuslanmaysiz. Avvalambor xudo har bir aytgan gapimizga garantiyasini, sifatini javob beramiz. Endi aksiyalarimiz avtomatlarni tushuntirib o'tamiz. Avtomatlarimizdan bir emas, 2 emas, 3 xil podarka qo'yibmiz. O'zingiz tanlab olaverasiz, qaysi yaksa. Biza sami g'alani sizlar bilan hozir avtomat haqida so'zlashamiz. Podarkasi 2-darajali narsa. Qarang. LG kir mashina. LG 5 milyon 400 bo'lgan, 4 milyon 900 ga tushgan. Skidkada turibdi. Kelsangiz yana kelishib beramiz. Xudo xolasa LG 7 kilolitr 6 milyon so'm bo'lgan, 5 milyon 200 ming so'm turibdi. Kelsangiz skidkada yana kelishib beramiz. Premier kompaniya, Samsung kompaniya 4 milyon 800 ga, 4 milyon 900 ga tushgan. Midea 3,5 milyon so'mlik, 2 milyon 800 ming so'm tushgan. 2 milyon 800 ming so'm olib turib, men nima qo'shib berajaksizlar yana o'zi 2 milyon 800 ga tushirgan bo'lsanglar, yana yanimda nima odat tursizmi? Gel. Bir dana gaz plitasi Avangard firmani, bir dana chayniki, bir dana tapasi. To'g'ri eshitdinglar. Bir gaz plita, bir chaynik, bir anonsi, tapasi. Yo'q. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. 2 milyon 800 olsangiz, eng arzoni bo'lar ekan. Undan ketaveradi, sifatini qarab o'zgaradi. O'zi 2,5 milyon so'mlik, 100 ming so'm, 200 ming so'm, 2 milyon 800 olib turibsiz. 2 milyon 800 ming so'm sovg'a qo'shib beribmiz. Mut. Yo'q, menga gaz plita kerakmidi uka, dedingizmi? Unda siz foydada ketasiz. Foydada ketishingiz sababini aytaman. Yine. Lider televizorni qo'shib beramiz. Doğru eshitdinglar. 2,5 milyon so'm olasizmi? 2 milyon 800 ham, 3 milyon olasizmi? Liboy bir avtomat olsangiz, bir dana televizori, bir dana krashtenini tekana qo'shib beramiz. Bu aksiyamiz o'zi 27 noyabrdan 7 dekabrga deyim bo'ladi. 10 kun bo'ladi. Yo'q, menga televizor kerakmidi dedingizmi? Gel ko'rsin. To'ychalarimiz uchun bir dana anonsi, duxovkasi, qozon nabori, pilisosi, quyosh pechkasi, mont qozoni, parnoy utki. Buni qo'shib beramiz. Demak, to'g'ri eshitdinglar. Xolasangiz gaz plita, xolasangiz televizor, xolasangiz ina bu narsalarni qo'shib beramiz. Endi xudo xolasa har birisining assortimentini zo'rlatib aytib turibmiz. Saylab ko'rib olaverasizlar xudo xolasa. Endi balandga chiqib, sizlarga qisqacha balandda bo'lib turgan aksiyalar bilan ham tanishtirib o'tamiz. Kir mashinada assortiment ko'p. LG deysizmi, Bosch deysizmi, Samsung deysizmi, RTL deysizmi, Schweiki deysizmi, hammasidan top beramiz. Narxini Liboydan arzon etib beramiz, qo'shimchasini, podarkasini ham qo'shib beramiz. Lider mash texnikasidan uzoqlashmanglar, balandda zo'r aksiyalar bilan sizlarni tanishtiramiz. Xudo xolasa baland ham chiqib oldik. Eng yaxshi o'tadigan narsasi yilning oxirida albatta bu televizor bo'ladi. Televizorlarga zo'r aksiya, zo'r skidkalarni ko'pmiz. Skidkalar ham zo'r, podarkalarni ham zo'rini beramiz. Qaranglar do'stlar. 32lik düğümdeylerimiz 900 ming so'm, 800 ming so'm, 1 milyon, 1 milyon 200 gelasiz, Liboy birisini xarid etib olasiz. Barabandan bir sovg'a, ilk kanalini ko'rib keldingiz uchun yana bir sovg'a qo'shib beramiz. Bu degani barabanni aylantirsangiz yana bir tezor utib olishingiz mumkin. Endi 43lik, 50lik, 55lik, 65lik, 75liklarga necha ko'p turibdi aksiyasi desangiz, birinchidan skidkani zo'rini beramiz. 1 milyon 800 ming so'm, 1 milyon 900 ming so'm, 2 milyon so'm, 2 milyon 200 ming so'm, 3 milyon so'm 43liklaringiz. 1 milyon 800'dan başlanadi, 2 milyon, 2 milyon 200, 2 milyon 300, 2 milyon 500 her xilaba gelip o'zingiz sifatini görüp salıştırıp olaverasiz. Ularga nima qo'shib beramiz? Endi o'ylab ko'ring. 1 milyon 800 ming so'mlik televizor olsangiz nimalarni qo'shib oladi? Bir dana pilisos, bir dana quyosh pechkasi, bir dana mont qozoni, bir dana termopoti, bir dana chayniki, bir dana chopperi, bir dana chayniki, krashtenini qo'shib beramiz. 1 milyon 800 ming so'mlik ana olsangiz ham shu sovg'alarni qo'shib beramiz. Endi 50lik düğümlük, 127'liklarga ham qo'shib berasan uka deganlar uchun. Bir dana anons pol avtomati zo'rinma, bir dana mikrovolnovkasi, bir dana misrovkasi, bir dana blenderi, bir dana krashteni, to'g'ri eshitdingiz. 50likini 3 milyon, 3 milyon 200, 3,5 milyon, 4 milyon so'mlik 50lik düğümde Liboy bir tezorni olsangiz, ish sovg'alarni qo'shib beramiz. Keyin 55likka keladigan bo'lsak endi kattaroq 140liklara. Bir dana gaz plitasi, bir dana qozon nabori, bir dana pilisosi, bir dana krashtenini tekana qo'shib beramiz. 55liklarning narxini chiq. 4,5 milyon so'm, 4 milyon 800 ming so'm, 5 milyon so'm, 5 milyon 200 ming so'm. Assortimenti juda katta. 55likdan olasiz, bir gaz plitasi, bir
qozondan bora qarab shunday vajdan qo'shib beramiz shu narsalarni. Endi 65, 75, 85 liklar uka katta tezoralatirman, kattaroq podarka ber degan yurtdoshlarimiz uchun bir dana konditsioner qo'shib beramiz. 65ligingiz o'zi 5,5 milliondan boshlanadi. 5 millionlik konditsioner qo'shib bersak, televizorni olib borib ustanovga yetib bersak. Menimcha endi o'ylanib o'tirmanglar, kelinglar buni xarid etib ketish kerak. Endi konditsionerlarimizga keladigan bo'lsak. Konditsionerlarimizda assortiment juda katta. Hamma turidan bor. Liboy birsini kelib xarid etib olasiz. 3 millionlikmi, 4 millionlikmi, 5 million so'mlikmi, 2 million 700 minglikmi farqi yo'q. Liboy birsini xarid etib olasiz. Bir dana televizor qo'shib beramiz, yanında krashteni bilan. Konditsionerni insop borib ustanovga yetib beramiz. Televizorni ham ustanovga yetib beramiz. 3 yil kafolat televizorni ham, konditsionerni ham qo'yib beramiz. Konditsionerlarning narxlariga keladigan bo'lsak, Artel 2 million 700 ming so'm, Shivaki 3 million 800 ming so'm, Samsung 4 million 900 ming so'm, Zifler 4 million 300 ming so'm, Grey 4 million so'm, Citronic 5 million 200 ming so'm, Magna 5 million 400 ming so'm, Alcus 6 million 900 ming so'm, Xtron 4,5 million so'm. Qarorchi hammasini narxi yozilib turibdi, skidki narxlarda zo'rindan. Kelasiz, Liboy birsini xarid etib olasiz, bir dana tezor qo'shib beramiz. Yo'q uka, menga bu tezoring kerakmidi? Menga kattaroq tezor kerak desangiz, ustidan razlitsasini bersangiz, katta televizorlarni almashtirib beramiz. Gaz filtrlarimizga keladigan bo'lsak, gaz filtrlarimizga katta-kattalar, zo'r skidkalarni ko'p-ko'pmiz. Liboy bir turdagi gaz filtrni xarid etib olasiz, bir dana vitichkasini tekina qo'shib beramiz. Undan tashqari 4 dana sparka bilet hamma mahsulotimizda amal etadi xudo xolasa. Lider Mesh texnikasidan uzoqlashmanglar, kommentariyada o'tgan safar qo'ygan 3 dana plisosning g'olibini aniqlaymiz. Bu safar kommentariyaga yozib ketinglar, keyingi videomizda kommentariya showuna no qo'yib. Sizlarning taraflaringdan kelib chiqib, keyingi videomizda eng zo'r kommentariya showlarini sizlar uchun qo'yib beramiz. Hammaga rahmat. Xudo xolasa o'tgan safar 3 dana plisos kommentariya show qo'ydik, ko'rishdi. Mesh texnikasining kanali sizga videoga tushib beramiz. Agar ish konditsioner 3 dana plisos qo'ygan videomiz 6300 dana kommentariya bo'libdi. Bu safar aktiv bo'lib yozinglar. Ko'p yozib kommentariyaga keyingi videomizda nom qo'yishimizni yozsanglar, xudo xolasa qo'yib berishga harakat etamiz. 7 ga ko'rishdi, shu videoga giramiz. Mana shu videoning kommentariyasi 7 qarab tur. 6300 dana kommentariya bo'libdi. 3 dana plisosning g'olibini aniqlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yubara beramiz. Qaysi kelib balandda to'xtab qolsa, shu g'olib hisoblanadi. Har safarga deydi. Yuboramiz seni. Mana ko'rishdi. Yulduz 19 yil. Uyingizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lavergan, omad topdi. Yulduz degan profilning egasi tabriklaymiz. Xudo xolasa dukanimizga kelsangiz, plisosini barabaramiz. Birinchi g'olib aniqlandi. Yana ham shuni aytib o'tib keting, agar yana bir aniqlab turasiz, shu Yulduz degan profil egasi tushsa, unga berilmaydi. Chunki 3 dana plisos 3 dana insonga beriladi. Har doim aytib keltirganimdek. Qarang endi. Mana shu yerdan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yubara beraman, qarab tur. Mana. Qaysi bu? Bu qora enisha. Argan profili ko'rinmadi. Gülasal. Ha, shu ayollarimiz plisos kerakmi deyman. Yana bir ayol kishi tutdi, tabriklaymiz. Ikkinchi plisosning g'olibini aniqladik. Endi qara. Endi dakansa pastga tushib turib, pastga tortib turib, pastdakan profilning g'olibini aniqlaymiz. Chunki eng tengda yozganlar ko'pda, bo'lgan ustidan aniqlab qo'yarasiz deb o'tirmasinlar. Qara. Eng pastga tushamiz. Video oxirma. Mana tushdik videoning oxirina. Endi pastga yuboramiz. Kimniki kelib shunday oxirida qolgan profil egasi 3-plisosni g'olib bo'ladi. 1, 2, 3. Mana. O'zi bir xil aytib yozgan ekan oxirida. Salomat Kabulova. 3 profil egasini tabriklaymiz. 3 dana plisosimiz ham 3 dana ayol kishi o'tib oldi. Hammasini tabriklaymiz chin ko'ngildan. Endi keyingi videolarimizda kommentariya shova nom qo'yishimizni yozib ketinglar, shunga qarab harakat etamiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat.